Amerikaning Kolorado shtati poytaxti Denverda mana shunday ajoyib svetlar paradi bo'lib o'tdi. U 7-dekabr kuni o'zining 50 yilligini nishonladi. Light Parade tekin bo'lib, uni ko'rishga 300 mingdan oshiq insonlar tashrif buyurishdi. Ular qatorida men bilan o'g'lim ham bor edik. Parad ko'tarinki ruhda nishonlandi. O'ylaymanki, sizga ham yoqadi. Amerikaning Kolorado shtati poytaxti Denverda mana shunday ajoyib svetlar paradi bo'lib o'tdi. U 7-dekabr kuni o'zining 50 yilligini nishonladi. Light Parade tekin bo'lib, uni ko'rishga 300 mingdan oshiq insonlar tashrif buyurishdi. Ular qatorida men bilan o'g'lim ham bor edik. Parad ko'tarinki ruhda nishonlandi. O'ylaymanki, sizga ham yoqadi.